Assalomu alaykum, aziz biologiya ustozlar. Omonmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda mamnunman. Qarang, hash deguncha Fotima Ismoilova onlayn darslar 1 yoshda. Sizlar bilan bahorga attestatsiya, kuzgi attestatsiyalarda yuzlandi. Ozmi, ko'pmi, masofadan turib men sizga bilim beraman. O'ylaymanki, juda ham ko'plab ustozlarimiz xonadonda bu yil bahorgi attestatsiyada oshlar qilindi. Juda ko'p ustozlarimiz oliy toifani olishdi. Juda ham ko'p ustozlarimiz 1-toifa, 2-toifa, 70% ustamalar. Bu nafaqat sizning yutug'ingiz, balki bizning ham yutug'imizdir. Azizlarim, bizga kelayotgan murojaatlardan bilib turibmiz. Demak, biz uddalayapmiz. Demak, biz darslarni chiroyli qilib o'tyapmiz. Biz sizga bilim beryapmiz. Juda ham katta yangilik. Bahorgi attestatsiyada mana natijalarni zo'r qildik, Allohga shukr. Shuning uchun biz kuzgi attestatsiyaga qabulni hozirdan boshladik. 1-maydan 5-maygacha. Azizlarim, bizda qabul eshiklar ochiq. Kim qaysi guruhda o'qimoqchi? Bizga murojaat qiling. Uyda o'tirgan holatda siz o'zingizga kerakli bo'lgan guruhni tanlaysiz va o'qiysiz. Attestatsiya guruh, milliy sertifikat guruh, masala guruh, turk testlar tahlili, demo testlar tahlili guruh. Qarang, har hafta nazorat guruh. Siz kuzgi attestatsiyaga hozirdan tayyorgarlik qiling. Yutuqlarni aytaymi? Hamisha kulgisiz. O'zingizni ustingizda ishlashga erinmaysiz. Oilani ham eplaysiz, maktabni ham eplaysiz, qarindosh-urug'ni ham eplaysiz. Fanlarni o'qishni ham eplaysiz. Rasman, hozirdan siz ishni boshlasangiz, hozirdan siz o'zingizni ustingizda ishlashni boshlasangiz, juda katta natija. Kuzgi attestatsiyada bo'lmaganda 96 olasiz. Ishonavering. Shuning uchun biz sizga guruhlarni taqdim etyapmiz. Juda ham katta yangiliklarni qildik. Haftalik imtihonlar, attestatsiya muhitida sayt orqali testlar ishlash, xullas kuzgi attestatsiyada juda katta energiya bilan tayyorgarlik ko'raman dengda astoydil bo'ling. Albatta natija sizniki bo'ladi. Yuksakka chiqish uchun, marrani zabt etish uchun o'zingizni ustingizdan hozirdan ishlang. Bizga bog'lanish uchun quyidagi Telegram raqamlariga murojaat qiling. Aytgancha azizim, shuni unutmang. O'zingizni ustingizda ishlasangiz, demak siz super biolog tomon ketyapsiz. Agar menga imkon berganda oltin toshni biologiya ustozlarimga kiydirardim. Nega? Chunki men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Qalban his qilaman. Siz mening eng qadrli, kerakli hamkasbim, kerakli insonimsiz. Shuning uchun o'zimda qanaqangi bilim bo'lsa, ortig'i bilan sizga beraman. Biz bilan albatta bog'laning. Yopiq guruhimizda maza qilib dars qiling.